Qorlar yog'di pag'a Qarbobolar yasab bering menga tog'a. 2025-yil 24-mart sanasida Baxtiyorjon ko'rsatib mana berib oldi. Ajoyib. Qor yog'yapti asta. Anchalarni olib bering Baxtiyor, qanday bir go'zal bir manzara bo'lyapti bu tomon. Qarang. O'zi oqarib qoldi-da bir pasda. Mashalloh, tabiat go'zalligini. Qoyilligi. Kadrni uzmay turasiz Baxtiyorjon. 3 minutga syomka qilavering. Obunachilarimiz bir maza qilsin. Chet elda yurgan obunachilarimiz, vatanni sog'inayotgan obunachilarimiz uchun maxsus video bo'ladi. Mana atrof. Mana manzarani ko'rsatib bering. O'ynab tushirsiz, yana olib chiqasiz. Yerimli obunachilarimiz uchun gapsiz bo'lish mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo va Samarqand o'rtasidagi Yerevan tog'i. Manzara haqiqatan juda ham chiroyli. Endi havoni sizlarga jo'natilmasligimiz mumkin-ku, lekin atmosferani bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qanchalik chiroyli. Juda havosi toza, burunlarim to'yib nafas olyapti hozir. Mazza. Tomonlarga qo'rancha olib qoldi, Baxtiyorjon. Ha, mana o'sha oqarib qoldi, qarang. Mana yaqinroq ko'rsatib qo'yaylik. O'sha hozir bahor. Xullas, Perevalda qor